Barchaga assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Jahon tarixi fanidan katta o'qituvchi Akmal Ismoilov ma'ruza mashg'ulotini olib boradi. Demak, bugungi darsimizni mavzusi Han imperiyasi davrida Xitoy tarixi deb nomlanadi. Rejalarimiz Han davlatining paydo bo'lish shart-sharoitlari hamda Han imperiyasining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida bo'lib o'tadi. Endi davom etamiz. Demak, biz ko'rdikki, Xitoydagi sulolalar Xia, Shang, Chuzhou, Sin sulolalari tarixini o'rgandik. Endi miloddan avvalgi 206, miloddan avvalgi 202 yillarga borganda, qadimgi Xitoyni Sin sulolasi biroz inqirozga yuz tuta boshlaydi. Va o'sha vaqtda, demak, dehqonlar xonadonidan chiqqan Liu Ban ismli bir qahramon shaxs e, qo'zg'olonchilarni atrofiga yig'adi va Sin sulolasini, demak, taxtdan ag'darishga harakat qilib, ular qo'zg'olon ko'tarishadi va bu jarayon 3 asrning oxirlarida qadimgi Sin sulolasini inqiroziga olib keladi. Yangi bir sulola Xitoy tarixida Han sulolasi deya nom oladi. Bu sulolani asoschisi, demak, Liu Ban miloddan avvalgi 195-yilda boya kechagi mavzularimizni ko'rgan Xun imperatori yoki Xun Shanyuyi hisoblangan Mode Shanyuyi bilan to'qnash keladi va uning e, qahriga uchrab, u bilan bo'lgan to'qnashuvda vafot etadi 195-yilda Liu Ban. Va uni beva qolgan ayoli esa e, Xun Xun Shanyuyi hisoblangan Mode Shanyuyiga e, rad javobini berib, uni demak taklifiga binoan turmushga chiqishi kerak edi, lekin u rad javobini berib, yangi bir urushni keltirib chiqaradi. Bu haqda hozir gaplashamiz. Han sulolasi qadimgi Xitoyda imperatorlar sulolasi, demak, miloddan avval 206-yilda milodiy 220-yilgacha mavjud bo'lgan sulola. Davlat va Xitoydagi xalqning nomi deyilyapti. Xitoy Han sulolasi ikki qismga bo'lingan: G'arbiy Han, ya'ni Sixan yoki e, Sharqiy Han, ya'ni Dunhan singari bo'linib o'rganilgan. Hop, bundan tashqari, e, Han sulolasi paytida ayniqsa hunlar bilan munosabatlar doimiy goh uzilib, goh yaxshilanib, goh buzilib turgan. Bu borada hunlar ta'siridan qutulishga intilgan davlatlar bilan Xitoy ittifoq tuzishga, uzoqdagi raqib bilan do'stlashib, yaqindagi dushmanga zarba berish strategiyasini amalga oshirib borgan xitoyliklar. Shu maqsadda o'sha paytda Turkistonda mavjud bo'lgan Kankiya yoki Kanziyuy yoki Farg'onadagi Davan, Dayuan davlatlari, Ulug' Yuezhi, Dayuezhi kabi davlatlarga Chjanzyan ismli o'sha imperator Xitoy Han sulolasi imperatori Udini Chjanzyan ismli sayyohi elchi sifatida boradi. Farg'onaga 2 marta qo'shin yuborib, urush qilganligi ham tarixiy manbalarda saqlangan. Va Chjanzyan haqidagi ma'lumotlarni davom ettirsak, imperator Uzi uni aynan hunlarga qarshi himoyalanish maqsadida, muhofaza qilish maqsadida, qadimgi Xitoyning shimoliy yerlarini muhofaza qilish maqsadida O'rtasaga yuborgan hisoblanadi. Va u o'rtada hunlarga 10 yil davomida tutqunlikda qolib ketadi, Dayuan hududlariga keladi. Va bu yerdagi dayuanliklarni, ya'ni vodiyliklarni ko'rib, ularni mehnatchan, dehqonchilikka bee'tibor bo'lmagan xalq ekanliklarini ko'rib, u yerda hatto yilqichilik bilan shug'ullangan vodiyliklarni ko'rib, samoviy tez chopar otlardan birini olib Xitoyga yoki bedov urug'ini, anor, yong'oq, uzum singari mevalarni ham Xitoyga olib borganligi manbalarda keladi. Milodiy 43-44-yillarda endi Vyetnamga qarshi urush qilishga, u yerda o'zini nazoratini o'rnatishga harakat qilgan xanliklar, undan keyin Han sulolasi hunlarga qarshi urush boshlashgan, yana Sharqiy Turkistonni bosib olishga intilishgan. Bu borada mahalliy hokimiyatlar o'rtasida ziddiyatlardan foydalanishga harakat qilingan. Milodiy 97-yilda bu vazifani Van Chao boshchiligidagi bir guruh soqchilarga topshirgan. Ammo Han sulolasi ayrim yutuqlarga ega bo'lgan bo'lsa ham, natijada o'z maqsadlariga yetisholmagan. Bunlarga qarshi amalga oshirilgan to'xtovsiz urushlar, Farg'onaga qilgan harbiy urushlar yoki Buyuk Xitoy devorini qurish hamda uni ta'mirlashga qaratilgan harakatlar Ikkinchi Han imperiyasi iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Mamlakatda xiyonat, qonunbuzarchilik, o'zaro nizo, jangu jadal, siyosiy va ijtimoiy keskinlik avj olib ketadi. Natijada bular natijasida Sariq belbog'liklar nomli dehqonlar qo'zg'oloni yuzaga kelgan va Han sulolasi tugatilgan. Han sulolasi davrida barpo etilgan davlat boshqaruv tizimi Xitoyda davlatchilik tizimining keyingi taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatib bergan.
Xitoy tarixida sariq ro'molliklar, qizil qoshliklar singari qadimgi dunyoning yirik qo'zg'olonlaridan e, biri hisoblangan mana shu singari sariq ro'molliklar, qizil qoshliklar degan nomdagi qo'zg'olonlar. Qolaversa, yashil daraxtzorliklar degan qo'zg'olon ham bo'lgan. Ma'lum o'sha ketma-ketlikda demak daraxtlarni e, ekilgan joyda uy ko'targan yoki qad rostlagan odamlargina qo'zg'olon ko'targanligi uchun bu qo'zg'olonga yashil daraxtzorliklar qo'zg'oloni deya nom e, berilgan. Va boyagi fikrimizning davomi, Liu Ban vafotidan keyin uni beva qolgan ayoliga Mode Shanyuy o'zini taklifini tashlaydi, ya'niki men Xitoyni xunlarni Shanyuyiman, sen esa Xitoy malikasisan. Menga turmushga chiqsang, saltanatimiz kattalashadi, yarmi senniki, yarmi meniki bo'ladi degan qabilda e, xabar yuboradi. Bunga javoban beva ayol aytadiki, bizda konfutsiylik ta'limotiga amal qilinadi. Va bu ta'limotga ko'ra, agar imperatorni vafotidan keyin boshi ochiq qolgan beva ayol o'sha mamlakatdagi yirik zodagonlarga yoki boshqa mamlakat podsholariga turmushga chiqishi bu e, taqiqlangan degan rad javobini beradi. Uni sovg'a salomlarini ham qaytarib yuboradi. Va Mode Shanyu shunda, nedurki men Shanyuy bo'la turib birgina beva ayolni o'zimni nikohimga ololmasam, bu qanday ko'rgilik degan o'yda qabilda u yana demak hunlarni askarlari bilan Xitoy ustiga bostirib kelganligi haqida ma'lumotlar keladi. Han sulolasi mana shunday qangi demak tarixiy jarayonlarni boshdan kechirgan sulola hisoblanadi. Milodiy 220-yilga kelganda, manbalarda 221-yillarda ham deyiladi. Mayda-mayda davlatchalarga bo'linib ketadi va ilk o'rta asrlar davri Xitoy davlatchalari sifatida Vey, Shu, U singari davlatchalar mavjud bo'lgan. Ular keyin 589-yilda demak Suy sulolasi, Suy davlatini 618-yilgacha, 618-yildan 907-yilgacha demak Sun sulolasini, undan keyin 907-960-yillarda demak Tan sulolasi davrini, u Day, undan keyin Yuan yoki Min, e, Sin singari yana sulolalar almashinuvi o'rta asrlar davrida davom etadi. Buni keyingi kurslarda demak o'rta asrlar davri tarixini o'qiganimizda o'rganishimiz mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, qisqacha qadimgi Xitoyni e, sulolalari mavzulari ma'lumotlari shundan iborat. Qandaydir savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali savol yuborishingiz mumkin. Biz buni demak o'sha ilovaga e, Telegram linkini hamda mana shu prezentatsiyalarning barchasini yuklab beramiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi mashg'ulotlarda uchrashguncha.